10 millionga yangi choynak oldim va buni uchun onamdan judayam ko'p gap eshitdim. Alam ustida choynakni ochdim, suv to'ldirib yoqdim va choynak gapira boshladi. Suvingiz 2 minutda qaynaydi. 2 minutdan keyin haqiqatan ham choynak yana gapirdi. Choyingiz tayyor deb chaqirdi. Qimmatga olgan choynagimni karomatlaridan faxrlanib o'tirganimda onam shunday dedi. Qara, eski choynagimiz ham xuddi shu ishlarni qilardi, faqat gapirmasdi. Hayot ham xuddi shunaqa, ishini jimgina va sidqi dildan qilgan inson har doim bir chetda qolib ketadi. Lekin tomosha ko'rsatib qilgan ishini ko'z-ko'z qilishni yaxshi ko'radiganlar doim olqish oladi va diqqat markazida bo'lishadi. Sen ham shunaqa tomoshalarga uchding, dedi.